Xo'p, assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun mana Andijon mebel bozoridan jonli efirda sizlar uchun mana so'ri. Biz Andijonda so'ri deymiz. Ko'pchilik tapchan deydi, boshqa deydi. Shunaqalarni ko'rsatamiz. Kelganmiz mana obunachilarimiz uchun katta bozor, mana bizda katta bozor bo'lyapti. Qaranglar, o'ta katta bozor tushganda, mana bu tomon yumshoq mebel tomon. Men o'zim yumshoq mebel qilaman, bilasizlar. Mana bu tomonimiz endi hozir mana uni ichida sondiq, javon, bir kishilik spalni shunaqa narsalar bor. Narigisida yotoqxona mebellari. Narigisida yana bir aralash har xil endi stol o'ta katta bozor tushgan bizga. Manaqa tapchanlar mana nihoyatda chiroyli 100%. Sasna mana shunaqa narsalarda qiladi buni. Nihoyatda chiroyli. Va usta bor ekanmi? Ha, aka tekin reklama qilib o'raylik. Aka obunachilarimiz uchun aka. Buni qaysilar sizniki aka? Polni o'zingizniki shekilli, ha? Ismingiz nima aka? Akramjon. Akramjon aka. Akramjon aka, mana uni razmeri nechiga necha aka? Ular 3 ga 2,5. Men ko'rinishi shart emasmi? Yo'q, ko'rinishi shart emas aka. 3 ga 2,5 mi? 2,5. 290 ga 240 oladi. Mana unisi. Ha, 290 ga 240 eni. 240 eni, ha? Oyoqlari yong'oq. Endi buni hozir sezoni boshlandi-yu, shuning uchun endi hozir videolarini qo'yib borsak, xudo xolasa. Bu oyoqlari yong'oqdan, ha aka? Mana unisi-chi sasna bo'ladimi? Poli? Sasna, Rossiya. Poli sasna. Ichida endi balkalari yetarli bo'lsa kerak, ha? Bu endi bemalol 10 ta 12 ta odamni ko'taraveradigan narsa-da, to'g'rimi? Nihoyatda chiroyli aka. Bu aka puli nechi pul buni aka? Xona bilan birlami? Xona bilan komplet beraveramiz. Nechi pul aka? Hozirgi kunda 4,5 baho aytib tushib beramiz. 4 millionga beraverasiz ekan aka. 4 million. Aka, Andijonning ichida nima qilib beraverasizmi? Dastavka qilib beramiz. Dastavka o'zidan. Ha, nomeringizni yozaman-da aka. Hozir bir chekadan hozir ko'rsatyapmiz. Yuradilarimiz chiroyli. To'xtang, hozir o'tib ketib qoldi-da. Ana uni mana 4 millionga beraman deganingiz atirgulmi? Atirgul, yanidagi yong'oq. Hozir bir chekadan nima qilmasak-chi, bu hozir obunachilar tushunmay qoladi-da. Mana atirgulni 4 millionga berasiz. Beraveraman. 2,5 metrga 3 metr, ha? Nariga 240 ga 290. Uni necha pulga berasiz aka? Uni 4 million 300 ga beraman hozir shu kunda. 4 million 300 ming so'mga. Chunki yong'oqda endi, aka. Yong'oq. Bunisi 4 millionga beraman deyapti. Usta, ismingiz nima dedingiz? Akramjon aka. Qaysinisi necha? Bunisi necha? Bunisi galatki ishimiz. Manami? Mashinasi 3-da turibdi. Mana xonada. Ko'rinmay ko'rdingiz, ko'rinmay. Yo'q, ko'rinishi shart emas aka. 4,5 millionga to'xtatib beraveramiz. 4,5 millionga. Aka, buni xon taxtasi ichida aytyapsiz-a? Komplet ichida. Komplet, ha? Gilon solib bermayapti, xolos deng. Gilon to'shagini o'zi savolar endi deng. Xudo xolasa. Aka, mana uni necha pul qilib berasiz buni? Xona bilan 4,5 to'xtatib beraverman. Oxirini. Andijon ichida olib kelib bering aka, Buloqboshidanman, O'joboddanman desa, jo'natib berasiz-a, tekin bo'ladimi? Mashinasini ham aytib beraylik. Shunisini ham so'rashadi. Buni necha pul qilib beramiz aka? Buni aka 3 million 800 ga shu kunda to'xtatib beraverman, xonsiz. 3 million 800 mingga xonsiz. Mana unisi 3 million 800 ming so'm. Bu 3 million 800 ming ekan. Bu sal kichikroq ekan-a? Bu o'rta razmer 210 eni, 260 uzunligi. 260 ga 210. Bunga 8 ta odam bemalol o'tiraveradi-da. Buni necha pul qilib berasiz aka? Buni oxiri 2 million 200 mingga qilib beraman. 2 million 200 mingga 2 million 200. Aka, buni yog'ochi ham rossiyskiya? Sasna rossiyskiy yog'ochi. Ha, gladki. Endi hali oshiqcha nimalari yo'q-a, gul pullari yo'q. Shuni hisobiga 2 million 200 ming so'mga. Nihoyatda go'zal aka, vashshi zo'r. Mana unisi ham endi ketaveradi deng, har xil endi rasmlari o'zida bor. Endi hozir buni hammasini bitta nima qilsa vaqtingiz ketadi. Lekin mana bu naqshlilaringiz-chi aka, mana bu boshqacharoq ekan-a, mana bu. Ha. Bu endi vashshi cho'tga chiqqan ekan aka. Bu ham shu 2,5 ga 3 metr chiqadimi? 3 ga 2,5. 3 ga 2,5 ha? Mana ular. Aka, bu necha pul mana bu? Buni ham aytib qo'ying. Bu
Buni oxiri 4 million 300 ga topib 4 million 300 mingga. Xon taxta qo'shib berasiz-a? qo'yib beraman. Mangalarimiz bor, mana xolasangiz. Ko'rsatavering. Ha. Endi obunachilar xohlayapti-da, aka mana shu narsa nihoyatda go'zal ekan. Bu kichkina ishimizni katta razmerda. Ha. Yarasiz zo'r ish. Buni ham bitta pul. Aka mana unisi nechi pul bunisi aka? Buni aka 3,5 ga to'xtatib beramiz. 3,5 millionga. Bu ham sasna aka. 100% sassiz, rassizga. Rassizga qaraqa. Ha. Tagi balkalari nechtadan bo'ladi? Ikkitadan. Ha, 5 qator balkasi bor-ni. Buni oxiri nechi pul aka? Buni 3,5 ga to'xtatib beramiz. 3,5 million a? Mana uni kichikrog'ichi aka? Mana shunisi kichikroqi 2 million 300 ga beramiz. 2 million 300 mingga. Yarasiz zo'r. Bu ham go'zal aka. 2 million 300 mingga aka. Bu ham vashshi zo'r aka. Endi mana nimasi xohlasa, bunaqa guli trafaret sepib qo'yish muammo emas a? Yo'q, buni putog'i kamroqning. Ha, shuning uchun-ni. Ha. Ancha-muncha putog'ligimiz endi mana trafaret yumshoq. Ha, putog'i bo'lib qolsa ancha-muncha mana usta mana sirlarini ham aytyapti. Chunki mana u ko'zlariga sal yopadi-da, shuni hisobiga shuni aytyapti. 200 ming arzonroq yuradi. Usta Akram aka. Sizlar o'zingizlar usta endi aka. Usta. Xudo xolasa eshikqada aka, sizniki? Siz bosgan-a, Poyto'q. Andijon viloyati, Andijon shahridan akalar, sizlar misol Samarqanddan, Buxorodan, qayerdan bo'lsanglar, buni upakovka qilib, chiqazib razbor holatda jo'natib beradi. Yo'l kirasi kelishilgan holatda chiroyli qilib chiqazib berasiz. Aka, nomeringizni ayting. 90lik. 90 381 381 13 13 87. 87. Yana yo'qmi nomeringiz? Bor, 90lik. 90. 626 626 6107. 6107. Albatta telefon qilinglar. Xudo xolasa usta Akramjon aka mana shunaqa chiroyli tapchan so'rilarimizni xon taxtalari bilan yetkazib beradi. Xudo xolasa chiroyli qilib. Andijon viloyati ichida xullas dastavkasi tekin bo'lyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, shu yergacha ko'rganlar albatta like, podpiska bo'lib qo'ysanglar. Kommentariyada o'zingizlarning fikringlarni aytib qo'ysanglar narxlariga. Biz ham shunga qarab turib sizlar uchun harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.